Assalomu alaykum, topdagi qarindoshlar. Bu savol mendan so'ralibdi. Savolni so'rashdagi maqsad nimaga desak, bular Qur'onga keldi ekan. Hamidgan Qur'onga keldi ekan. Qur'onga kelsak va bolalarimizni shu Qur'on bilan yetaklasak. Bolalarimizdan kelgusida bir odam qopib sening payg'ambaringning ayolining ismi nima desa, uni deb bermasa, u qanday musulmon bo'ladi demakchi o'xshaydi. Allah Qur'onda bir necha payg'ambarlarning ismini atadi. Lekin nurg'un butun dunyodagi qavmlarga, millatlarga payg'ambar avatganligini, ularni payg'ambar avatmay turib, ogohlantirmay turib jazolamaganliklaridan tortib dedi. Lekin Qur'onda 24 mi, 25 mi payg'ambarni tilga oldi. Ularning ayollarining birisini tilga olmadi. Ba'zi ayollarning ismi bor. İsa Aleyhisselam'ın anasının ismi var. Firavun'un ayali, Firavun'a bir kafir. Ayali Meryem anamızın isimleri var. Demek peygamberlerinin ayallarının isimleri yok. Bunu Allah bizge din kılıp ügetmedi. Bu tarihteki bir nerse hemdi. Bunu ügünümen dese bir adam ügensi buludu. Biz Kur'an'ı çağırgan adam onu ügenme, onu ügünüşünün haceti yok deyip tosap koymadık bir adamla. Ügünüp bütün peygamberlerini, ulanın ballarının isimlerini, ayallarının isimlerini hakkı sözlep verseniz, üzünüz ügünüp alsanız boludu. Yaxşı oludu. Hakiki imanlık olup, dini işkanda şerik geldi, Allah'a işkanda şerik geldirmeyi, pagiz dininizde yaşaş için mi? Paydası boludu onun. Lekin Allah bu ularning ayollarning, payg'ambarlarning ayollarining ismini bilishni, ularning tarixlarini mukammal bilishni, uning qayerda tug'ilganligini, necha yoshda o'lib ketganligini, ayollarining ismlarining nimaligini, qancha bolalik bo'lganliklaridan tortib hech narsani bizga din qilib bermadi. Payg'ambarlarning Qur'onda ismi atalgan payg'ambarlarni biz Qur'onni o'qigan ekan, uni bilamiz. Uning ayollari kim u? Bilmaymiz. Nuh'ning ayoli dedi, Lot'ning ayoli dedi. O ayollarning ismlarini demedi. Ademning farzandlari dedi. Umi Qur'onda yo'q, ismi yo'q ularningmi? Ahabil Qabil deb o'sha tarixlarda ilib olgan narsa Qur'onda Nuh'ning, Ademning bolalari deb aytib qo'ydi. Bu narsalarni cho desa Allah bizga bilishga, buni bir iymonga shart qilishga yoki uni bilmasak dinimiz puchak bo'lib qolgan bir yeri yo'q. Lekin Qur'onga chaqirayotgan odam cho desa buni o'rganmangmi demadik. O'rganing uni. Lekin tarix din bo'lolmaydi. Qanchalik odamlarning ismlaridan tortib, tug'ilgan kunlaridan tortib, o'lib ketgan kunlaridan tortib, yoshlardan tortib, bütün nevri-çevrilerden tatip heminin isimlerini bilip giden o din bulamaydı. Din nime dese şu Kur'an. Biz yığıp etkanda Kur'an'ı özümüzge yeterli köymegenlikimiz için, küçük köygenlikimiz için, az köygenlikimiz için bazı bir neslerini din kılıp özümüzge yüklü alımız. Muşların isimlerini bilmesek bu din, o dini bir nesi bokkanmamdı o deyip Allah'ın şunda mükemmel qilib bergan bir dini, yengil qilib bergan dini, oson qilib bergan dini bizga shunda kamtik ko'rinyapti. Amaliyotda shu Allohning buyurgan, shu Qur'ondagi shu Qur'on buyurgan bo'yicha, Qur'on talab qilgan bo'yicha, Qur'onning taqozosi bo'yicha mukammal bir inson bo'la olayotamdik. Bu bir masala. Undek bir mükemmel şu Kur'an talep kılgandek bir mükemmel insan bomlanmay turup özümüz. Şu ölçemge düşmey turup hem adam özü şundalı bir tekşirse özünü Allah'ın üstüge koyup turup men kançılık adam dese şu Kur'an'da devatkan şu ölçemge düşmevatkalığını his kılıdı. Aşınıga layık bir adam bomlay turup yani şu dinni ço dese özgü yeterli kömevatkan muşunda bir kavimge aylandık. Xudu bu savollar nemiga o'xshaydi desa, Musa Aleyhisselam'ın kavmiga bir kalını boğazlash buyursa,
kalının rengini so'rab, yeshini so'rab, dehqonchilik ishlatilganmi, ishlatilmaganmi deb so'raverib, ey Muhammad alayhissalom, Musa'nın kavmi o kalını tapanmay qolgani tas qoldi deganga o'xshash, biz Musa alayhissalomning qavmidan o'tib ketaylik hozir. O'tib ketaylik. Qur'onni o'zimizga yetarli ko'rmaylik. Ko'rmaganligimiz uchunchi desa, ana shu narsalarni bilmasak, bolalarimizga o'rgatmasak, biz qanday mukammal musulmon bo'lamiz demoqchi. Siz Qur'on iymonga shart qilgan narsalarni iymonga shart qilib, Qur'on halol degan narsalarni halol bilib, harom degan narsalarni harom bilib, Qur'on taqozo qilayotgandek bir insonlik shartiga to'shinga oldi bilan. To'shqa vaqtingiz yo'q desa, Alloh sizdan payg'ambarlarning ismini nimishki bilmading deb so'ramaydi. Nimishki so'ramaydi desangiz, u narsani sizga buyurmadi uni. Buyurmadi. Bunu bilmasang dining mukammal bo'lmaydi demidi Alloh. Demidi. Yig'ib aytganda biz Qur'on shart qilayotgan, Qur'on bizdan taqozo qilayotgan shu o'lchamga men tushamdim, tushmamdim demay turib, o'zimizga nurg'un narsalarni din qilib, uni o'rganmasak qanday bo'ladi deb, hattoki uni o'rganishdan biz to'sayotgandek, biz uni o'rganma deyotgandek, yoki bo'lmasa biz o'rganma deyish haqqimizmi yo'q uni? Haqqimizmi yo'q? Ham deb baxmidik. Allah xuddi uni o'rgan deb shart qilib musulmonlarga buni bir vazifa qilib qo'yib qo'ygandek, qo'poplam Allohning kitobidan tashqari bir narsalarni din deb o'tirg'a qo'yib, uni savol qilib, boshqalarni sen bu dinni pichaklashtirib o'tparsa deganga o'xshash gaplarni so'rab o'ttirgan gap. Agar bir odam birisini Qur'onga chaqasa, shu payg'ambarlar chaqirgan dinga chaqiradi. Payg'ambarlar hargiz hech kimni o'ziga chaqirgan emas, Allohning kitobiga, ya'ni Allohning diniga chaqirgan. Hozir siz shu payg'ambarga bu Qur'onga ergashsang bo'ladi, Qur'onga mustahkam eslanglar desa, payg'ambarni bir chet tashlab qayirib qo'ydi deb o'ylab qilayotganlar intayin ko'p. Bir odam Qur'onga ergashsa, Qur'on ko'rsatgan ko'rsatma bo'yicha mangsa, shu payg'ambarga ergashgan bo'ladi. Payg'ambar shu yerga chaqirgan bo'lgan degan, Demak, Qur'onga ergashish desa, shu payg'ambar chaqirgan yerga ergashgan bo'ladi. Shu payg'ambarning diniga iymon keltirgan, shu payg'ambarning diniga e'tiqod qilgan bo'ladi. E'tiqod qilgan bo'ladi. Agar dunyodagi hamma narsani yezilib ketgan, shu payg'ambarning og'ziga nisbatlab yezilib qo'ygan hamma narsani din devasingiz shu desa, u payg'ambarning yo'li devasingiz shu desa, siz xatolashgan bo'lasiz. U narsalar asosiyatdan gumonliq, qaysi rost, qaysi yolg'on bilmaysiz. Alloh sura Najmning 28-oyatida gumonliq narsa haqni isbotlash hech narsaga arzimaydi dedi. Birdan bir gumonsiz narsa bizning qo'limizda shu Qur'on. Payg'ambarga ergashiman desangiz, o'tganda degandek u payg'ambar yo'q. U payg'ambar o'lib ketgan. Sahobalarga ergashiman desangiz, o'lib ketgan. Ular yo'q. Yo'q odamga ergashkin bo'lmaydi. Demak, u payg'ambarga ergashishni orzu qiladi ekansiz. U payg'ambar o'zi nimaga ergashgan bo'lsa, siz shunga ergashsangiz, payg'ambarga ergashgan bo'lasiz.